Assalomu alaykum. Keling, soliq mobil ilovasidan 12% daromad solig'ini qaytarib olishni o'rganamiz. Buning uchun soliq mobil ilovasiga kirib olamiz va e'tibor bering, 12% daromad solig'i faqat 3 holatda jismoniy shaxslarga qaytariladi. Bular professional va oliy ta'lim muassasalariga to'lov qilganingizda, xususiy maktab va xususiy bog'chalarga to'lov qilganingizda va uchinchisi ipoteka to'lovlarini amalga oshirganingizda shu to'lovlarning 12% ni qaytarib olishingiz mumkin. Buning uchun albatta o'sha tashkilot bilan, ya'ni xususiy bog'cha, xususiy maktab yo xususiy ta'lim tashkilotlari bilan tuzilgan shartnomangizni saqlashingiz kerak. Har bir yil uchun bo'lsa, har bir yil uchun saqlashingiz kerak va to'lov qilingan kvitansiyalarning iloji boricha elektron shaklini saqlab qo'yishingiz kerak. Va bevosita soliq ilovasiga kiramiz va hammasi bo'limini yuqoridan tanlaymiz va bu yerdan soliq imtiyozlarini qaytarish degan bo'limni topib tanlaymiz. E'tibor bering, oxirgi faqat 3 yildagi qilingan to'lovlardan 12% ni qaytarib olish mumkin. 26-yil hisobida bular 23-yil, 2024-yil va 2025-yil hisoblanadi. Kelasi yil 2027-yildan boshlab 26-yil uchun qilingan to'lovlaringizni ham qaytarib olishingiz mumkin. 23-yildagi to'lovlar bo'lsa 27-yilga borib kuyib ketadi. Shuning uchun hozirdan to'ldirishingiz shart. Va mana kerakli yilni tanlab olamiz. Misol uchun 25-yil. Agar siz oldingi safar hisobot yo'lagan bo'lsangiz, qayta hisobot sifatida ko'rinib turadi. Ya'ni qanaqadir xatolik ketib, hisobotingiz qaytarilgan bo'lsa, bu yerda qayta hisobot ko'rinishda paydo bo'ladi. Va bu yerda sizning asosiy va asosiy bo'lmagan ish joylaringiz ko'rinadi. Agar biror ma'lumot noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, kiritishingiz mumkin. Bu yerda fayl biriktirish degan joyiga 1 yillik daromadingizning ma'lumotnomasini kiritishingiz mumkin, ixtiyoriy. Albatta, agar hech qanday ma'lumot o'zgartirishsiz qoladigan bo'lsa, saqlash va davom etishni bosasiz. Bu yerda mana imtiyoz turini o'zi tanlab qo'yadi, ya'ni soliq solinmaydigan daromadlar va imtiyoz toifasini o'zingiz tanlaysiz. Boya ta'kidlab o'tganimdek, professional oliy ta'lim yoki oliy ta'lim tashkilotlari, maktabgacha ta'lim va maktablar uchun va ipoteka krediti. Shulardan o'zingizga keraklisini tanlaysiz. Va bu yerdan ipoteka krediti bo'yicha o'zingizga mos bo'lgan bo'limni tanlab olasiz. Keyin bo'lsa, siz bilan shartnoma tuzgan korxonaning stir raqami, ya'ni INN'sini kiritasiz. Odatda u 9 sondan iborat bo'ladi. Va o'zingizga kerakli imtiyoz toifasini tanlagandan so'ng, menda bu professional va oliy ta'lim tashkilotlariga to'lagan kontrakt to'lovlarim hisoblanadi. Bu yerdan talabani tanlab olasiz. Va bu yerda ma'lumotlaringiz avtomatik tarzda yuklanadi. Agar o'zingiz emas, boshqa kishini tanlagan taqdiringizda, misol uchun xotiningiz yoki farzandingizni, bu yerdagi ma'lumotlarni o'zingiz kiritishingiz kerak. Ya'ni tashkilotning stir raqami 9 sondan iborat. Uni kiritasiz va shartnomaning raqami va u tuzilgan sanani, shartnoma tuzilgan sanani kiritasiz. Va bu yerga jami yo'naltirilgan summangizni kiritasiz. Ya'ni oyligingizdan bevosita oliy ta'lim tashkilotiga ko'chirilgan, arizangiz orqali ko'chirilgan miqdorni emas, qo'lda to'langan, ya'ni oyligingizni olganingizdan so'ng o'zingiz to'lagan miqdorni kiritasiz. Misol uchun, umumiy kontraktingiz 12 million tashkil qilgan taqdirda siz 5 millionini qo'lda to'lagan hisoblanasiz
Qolgan 7 millionni siz oylikdan ko'chirgan hisoblanasiz. 7 milliondan qaytarib olib bo'lmaydi, chunki unga korxona tomonidan o'zi avtomatik ravishda daromad solig'i hisoblanmaydi. 5 milliondan bo'lsa, daromad solig'ini qaytarib olish mumkin. Bu yerga kerakli summani kiritasiz. Misol uchun 5 million so'm. Foydalanilgan summaga ham xuddi shu miqdorni kiritasiz. Va fayl biriktirish degan joyiga kerakli faylni tanlab olasiz. E'tibor bering. Bu yerga shartnomani ham kiritishingiz shart. Aynan o'sha o'quv yili uchun tuzilgan. Misol uchun, hozirgi paytda 25-yilni to'ldirayotgan bo'lsak, 25-26 yil uchun tuzilgan shartnomani kiritishingiz kerak. Ya'ni agar sentyabrdan keyingi muddatda to'lagan bo'lsangiz, 25-26 yil o'quv yili uchun to'lagan summangizni bu yerga kiritasiz. Agar siz butun 25-yil uchun to'lagan kontrakt miqdoringizdan qaytarib olmoqchi bo'lsangiz, ikkala shartnomani ham kiritishingiz shart. Va kerakli fayllarni kiritgandan so'ng davom etish tugmasini bosasiz. Bu yerda sizga ma'lumotlar paydo bo'ladi. Ularni o'qib chiqib to'g'riligiga ishonch hosil qilganingizdan so'ng davom etish tugmasini bosasiz va bu yerda tizim sizga avtomatik ravishda yo'naltirilgan summangizni va sizga qancha miqdorda qoldiq summa qaytarilib berilishini, mana budjetdan qaytariladigan miqdor degan joyiga ko'rsatadi va yuborish tugmasini bosasiz. Yangi yuborilgan ko'rinishiga o'tadi. Mana yuqorida. Buni qayerdan ko'rishim mumkin desangiz, hozirgi bo'limga kirasiz, ya'ni soliq imtiyozini qaytarish bo'limiga kirasiz va yuqorida mana o'ng burchakda maxsus belgi bor va shu belgini ustiga bosib kirganingizda mana yangi yuborilgan so'nggi arizangiz ko'rinadi. Men bu arizani oldin to'ldirganman va bu bevosita bekor qilinadi soliq organlari tomonidan. Agar sizga ko'rib chiqish uchun qabul qilindi ko'rinishga o'tadi va undan so'ng ko'rib chiqib tasdiqlangandan so'ng tasdiqlanish uchun albatta vaqt ketadi va mana bunday qabul qilingan ko'rinishga o'tgandan so'ng bu bo'limdan chiqiladi va mana ortiqcha to'lovni qaytarish bo'limiga o'tiladi va bizning arizamiz qabul qilingandan so'ng bu yerda miqdor ko'rinadi, ya'ni ortiqcha to'lov sifatida 2.282.122 so'm 50 tiyin sifatida ko'rinib turibdi. Agar sizda soliqdan qarz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni daromad to'lovdan tashqari qarzdorlik bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mol-mulk solig'i, shunga o'xshagan yer solig'i, shulardan qarzingiz bo'lsa, avvalo qarzingiz yechib olinadi. Ya'ni mana bu yerda ko'ringan summa bu summadan ayirib tashlanadi. 500 ming bo'lsa, bundan 500 ming so'm kamayadi. Ya'ni 1.782.122 so'mni siz qaytarib olishingiz mumkin keyinchalik. Va qaytarib olish tugmasini bosganimizda bizga tranzit raqam kerak bo'ladi. Buni bankingizdan aniqlashingiz mumkin yoki mobil ilovangizdan ham aniqlab olishingiz mumkin agar unda kartaning to'liq ma'lumotlari ko'rinsa. Endi esa tranzit raqamni kiritamiz va bankning MFO'sini kiritamiz. Va bu yerga
belgilangan raqamlarni kiritib chiqamiz. Va belgilangan raqamlarni kiritib chiqqanimizdan so'ng ariza yuborish tugmasini bosamiz. Mana ariza yuborildi va u 15 kun ichida ko'rib chiqiladi. E'tibor bering, 15 kun, 15 ish kuni emas. Va mana yaratildi ariza. Endigi navbat javob xatini kutishga va mana yangi jo'natilgan deb turibdi. Bu narsa ko'rib chiqilganga o'tgandan so'ng plastik kartangizga albatta pul summasi tushadi.